Do'stlar, bugungi burger yeyish challengeimizga yana bitta blogerni olib keldik. Limonuz akamiz. Limonlari bilan kelibdilar. Burgerni hozir aytayaptilar, ular menga tashlayaptilar, yeb tashlayman debdilar. Uni haqiqatda yeb yuboradigan yo'q deyaptilar. Jasadlari ular menikidan ancha katta ekan, o'zimdan qo'rqib turibman. Lekin Bratga hozir bitta shans beraman. 10 million pul, tinmay aylanyapti shu pul. 10 millionga chiqib bo'lgan o'zi. Yutib olsangiz 10 million. Hali hech kim yutmadi. Hali hech kim yutgani yo'q. 10 millionga chiqdi. 10 millionga chiqdi. Kichkina 10 million yutib olish shansingiz bor. Bugun anaqa qilaverasiz. Bu sizga motivatsiya bo'lib turadi desam, odamlar aytayaptiki, bu o'zingizning motivatsiyang bo'lsa kerak deyishyapti. Bo'lmasam boshlayveramiz. 1-2-3 ga sanayman. Olasiz, bittada tiqib yuboring, olasiz, yeb yuboring. Hayajon bo'lyapti lekin bularda 1 2 3. Qolmadi o'rta. Ikkitasini zo'r tishlarim, keyin og'iz to'lib qolar ekan. Siz qanaqadir joylab yubordingiz. Uni yutib qo'yasiz o'yladim bor. Men haqiqatda o'zingizni motivatsiya ekan bu. 10dan chumchasiga berib yubormayman ular. Gap yo'qligiga. Jivoy ko'rgim kelardi. Yeyishingiz bor. Do'stlar, ular bu videoga keyingi safar qaysi blogerni olib kelishimizni so'rab qolasizlar, kommentariya poni yozib, o'sha sizlar xohlayotgan odamni kommentariyaga belgilab tashlaylar. Ko'rsin o'sha odam ham. Keyin keladigan blogerlarga maslahat, yaxshilab videolarni ko'rib, o'rganib, mana shu burgerlardan minilarini topib, yeb ko'rib, aylan repetitsiya qilib kelinglar. Burgerni yedim, aylan yutqizdim. Baqani tuxumidan bitta ichkim keladi har doim. Bitta ichmasak bo'lmaydi hozir. O'zingiz olib kelgandirsiz baqani tuxumini. Baqani tuxumini Amerikadan olib keldim. Keyingi videoda amerikanskiy baqani tuxumini ko'ramiz. Like bosishni unutmaysiz.